Iqtisodiy futurologiya va istiqbollar. Taraqqiyot iqtisodiyoti albatta futurologiya bilan bog'liq jarayonlarni ham hisobga olishi maqsadga muvofiq jarayon hisoblanadi. 20-asrning ikkinchi yarmida iqtisodiyotning rivojlanishi, umuman fan sig'imkorligi yuqori bo'lgan turli sohalarning rivojlanishi kelajakni bashoratlash, ya'ni futurologiya sohasining ham paydo bo'lishiga asos bo'ldi va Amerikaning bir qator universitetlarining kolumnistlari futurologiya bilan shug'ullanishni boshlashdi va G'arbda mashhur futurologlar paydo bo'ldi. Futurologiya bu ilmiy asosda inson zehniyati, ilmiy tadqiqotlar, texnologiyalar va tajribalar asosida ularga tayangan holda yaqin kelajakni bashoratlash hisoblanadi. Ya'ni futurologiyaning asosida inson zehniyati va fikrlash mahsuli, ilmiy tadqiqotlar, shuningdek tajribalar yotishi zarur bo'ladi. Mana shu jihatdan juda mashhur futurologlar borki, fan sig'imkorligi va texnika taraqqiyotini, inson kelajagini bashoratlab kelishadi. Biz uyg'un iqtisodiyotda gaplashayotgan hozirgi zamonamizning trend sohalaridan bo'lgan taraqqiyot iqtisodiyotining ham o'z futurologiyasi mavjud va yaqin 10 yilliklarni mulohaza qilganda mana shu futurologiyaga murojaat qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Futurologiyada ikkita asosiy yondashuv mavjudligini e'tirof etishimiz zarur bo'ladi. Birinchisi bu ekologik pessimizm, ya'ni bu yondashuv vakillari ekologiyaning xarob bo'lishi asnosida yer kurrasini o'z-o'zini yo'q qilishgacha olib borishini bashoratlab kelishadi. Ya'ni ozon qatlami yemirilishidan tortib iqlimning barcha o'zgarishlarigacha bo'lgan hodisalar, biznes manfaatlarining ekologiyaga to'sqinlik qilishi va boshqa yondashuvlarning birligi hisoblanadi. Ikkinchi yondashuv bu texnologik optimizm. Bu yondashuv vakillari inson, texnika va texnologiyalar, shuningdek fan sig'imkorligi yuqori bo'lgan g'oyalar orqali barcha narsaga yechim topadi. Ham biznes manfaatlarini, ham ekologiyaning juda katta masalalariga yechim topa oladi degan xulosalarni keltirib o'tishadi. Umuman barcha hodisalar qanday amalga oshiriladi? 20-asrda Amerika Qo'shma Shtatlarining oy tadqiqotlari bu fizik qonunlarga asoslanmagan, balki fizik qonunlar bu yo'nalishlarga yo'l ochib berganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni Amerika kosmonavtlarining oyga chiqishi uchun fizik qonunlar emas, balki fizik qonunlar yo'l ochib bergan biznes manfaatlari borligini ko'rishimiz mumkin va zamonaviy futurologlarning fikri bo'yicha agar biznes manfaatlari bo'lsa, inson hatto Marsga ham yo'l olishi mumkin. Ya'ni dunyodagi barcha texnologik rivojlanishlar, imperiyalarning rivojlanish xususiyatlari va ularning texnologiyalarga qarab yo'nalishi, fan texnika inqilobi biznes manfaatlari asosida amalga oshgan deb hisoblashadi va hatto biznes manfaatlari bo'lsa, inson Marsni zabt etishi haqida ham yondashuvlarni keltirib o'tishadi. Demak, kosmosni zabt etishimiz uchun fizik hodisalar bu yondashuvlar hisoblanadi, lekin ularga yo'l ochib beruvchi, ular bilan asosiy vositalarni yurituvchi jarayon bu biznes manfaatlari hisoblanadi. Biz 21-asrda birinchi xususiy kompaniyaning fazoga raketalar uchirganligini guvohi bo'ldik. Bu ham mana shu yondashuvlarning qo'llab-quvvatlanganligiga asos bo'ladi. Demak, iqtisodiy yondashuvlar taraqqiyot iqtisodiyotining yaqin 25 yil ichidagi futurologiyasiga bir oz qisqacha nazar tashlashga to'g'ri keladi. Bularning eng birinchi markazida bozor, talab va taklif ehtiyojlari yotadi. Ya'ni bozor ijtimoiy muammolarni o'zi hal qila oladimi yoki inson kapitali bir bahanka non ishlab chiqarish uchun endi qancha samara zarur bo'ladi? Bundan 100 yil oldin 12-14 soatlab ishlangan bo'lsa, endi balki 1 soat sarflashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni butun dunyoning global tizim ostiga olinishga harakati, ijtimoiy tarmoqlar barcha insonlarning o'z zehniyatini sotish imkoniyatini berayotganligi bozor muvozanatlarini o'zgartiradi. Insonlarga odatda biror nima qildirish uchun unga sabab topib berishadi. Ya'ni biror nimani amalga oshirish uchun ehtiyojlar yaratiladi. Xususan Amerika kolumnistlaridan biri shunday deydi: COVID-19 virusi kelishi uchun ehtiyojlar, ya'ni iqtisodiy harakatsizlik kerak edi. Iqtisodiy harakatsizlikning oqibatlari energiyani va ekologiyani tejashga olib keldi va bu harakatlar bevosita elektron savdoni rivojlantirdi. Elektron savdo elektron pulni rivojlantirishga olib keldi va bu ehtiyojlar demak
elektron maydondagi yangi bosqichini yaratishga muvaffaq bo'lganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, dunyodagi har bir jarayonni ko'radigan bo'lsak, inqiroz va taraqqiyotni ko'radigan bo'lsak, bozor muvozanatlarining harakati oldin ehtiyojlar shakllantiriladi va insonlar o'sha ehtiyojlar sari yuradi. Bu ma'noda bozor qanday klonlashadi? Umuman bozor ehtiyojlari va talab taklifning o'zgarib borishi yana ham 2050-yilga borib seleksiyalanishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi Nyu-Yorkning tashqarisidagi qashshoqlikda yashayotgan kishi yoki Toshkentning tunnellaridan birida ko'cha tili bilan aytganda mashhur akkordeonchilardan biri umrini oxirigacha bunday qilmasligi mumkin. Kimdir uni Instagramga chiqaradi va mashhur qilib yuboradi. Yoki bir umr qandaydir kitob do'konida kitob titish bilan shug'ullangan kishi endi umrini oxirigacha bunday bo'lmasligi mumkin. Ya'ni u qaysidir bloger orqali mashhur bo'lishi, insonlar e'tirofiga sazovor bo'lishi va uning iqtisodiy ahvoli o'zgarishi mumkin. Demak, bu kichik sabablar bozor muvozanatlarini o'zgartiradi va bozorni seleksiya qilishga olib keladi va ishtirokchilarini ko'paytiradi. Shu ma'noda ikkita bahs yuradi. Ya'ni biznes manfaatlari va inson kapitali seleksiyasidagi farqlar zamonaviy bozorni shakllantiradi va iqtisodiy futurologlarning fikri bo'yicha 2050-yilga borib har bir ish yanada professionalroq bajaradigan insonlar qo'liga o'tishi kutilayotganligi va iqtisodiyotning masshtab jihatdan kengayishi kutiladi. Ikkinchi hodisa kambag'allik va qashshoqlik. Ya'ni bu iqtisodiyotning o'rganilishi boshlangandan beri asosiy maqsadlar tariqasida, ya'ni qashshoqlik va kambag'allikni bartaraf etish iqtisodiyotning asosiy bir qonuniyatlardan, ijtimoiy jarayonlarning asosiy maqsadlaridan hisoblanib keladi va dunyo bu bo'yicha kurashib keladi va har xil yo'nalishlar bor. Endi bu jarayon qanday kechadi va 2050-yilga borib kambag'allar soni va boylar o'rtasidagi farq qanday tafovutlar bilan sodir bo'ladi va dunyoning bilamizki bir qismida 6 milliardlik ayniqsa g'arb mamlakatlarida juda katta qulay sharoitlarda yashayotgan bo'lsa, Sahroi Kabirning janubida yashayotgan insonlarning taqdiri haligacha juda katta xavf ostida qolayotganligi insoniyatning katta muammolaridan hisoblanadi va bu sharoitda bozor muvozanatlarini inson kapitali topa oladimi? Qashshoqlik va kambag'allik darajasi qay darajada klonlashishi mana shu futurologlarning fikri hisoblanadi va ular ham 2050-yilga borib agar global siyosiy iqtisod javob bera olsa, u yerga ijtimoiy tarmoqlar, internet tizimi va yuqori texnologiyalarning kirib borishi ular hayotining ham bir muncha o'zgarishiga, ya'ni bir umr tunnel tagida akkordeon yoki rubob chalib yurgan shaxsning bir kun kelib hayoti o'zgarishiga ishoralar borligini bildirib o'tadi. Keyingi xususiyat bu savdo markazlari. Ya'ni ko'pgina amerikalik futurologlar kelajakda savdo markazlari bo'ladimi, yo'qmi degan savolga ham javob beradi. Va bizda ham Toshkentda uchrab turgan juda ko'p mulohazalardan biri bozorlarda pul qochganligi, bozorlarda katta savdolarning amalga oshmayotganligi, bularning oldingidek mazasi qolmaganligi haqida gapirishadi. Lekin hech qanday ta'maga asos yo'q. Chunki bozorlarning yo'q bo'lib ketishi, elektron savdoning rivojlanishi, do'konlarga o'tishi, an'anaviy bozorlarga putur yetishi 2000-yildagi futurologlarning fikri edi va shu asnoda bozorlar, savdo markazlari kamaya boshladi va ma'lum bir tizimga tushishni boshladi. Va kelajakda futurologlarning fikri bo'yicha albatta juda katta savdoning qismi, xalqaro savdoning ham asosiy qismi elektron savdoga o'tishi. Hatto Yaponiyada shunday muammo bormish. Yoshlarni o'z uyidan chiqarish juda katta muammo. Chunki ular uyda o'tirishadi, uyda ishlashadi, uyda dam olishadi, virtual hayotga kirishgan, barcha narsalarni uyda sotib olishadi va oziq-ovqatlarni uyga yetkazib berishadi. Mana shu muammo ham, sotsiologik muammolar ham savdoga ta'sir qiladi va elektron savdoni rag'batlantiradi. Lekin misol sifatida Wall Street Journalda chiqqan bir maqola e'tiborni tortadi. Bu maqolada savdo markazlari futurologiyasi haqida gapiriladi. Unda aytilishi bo'yicha insonlardagi jozibadorlik, ya'ni insonlarning tovarni o'zi ko'rib tanlashga bo'lgan hirs bozordagi ma'lum bir savdo markazlarini asrab qoladi. Bu yerda qishloq xo'jaligi bo'yicha misollar, ya'ni Italiyaning Toskaniya
va boshqa viloyatlaridagi demak ko'rgazmali savdo markazlari misol sifatida keltirilgan yoki Milan shahri dunyoning tekstil bozori hisoblanadi va asosan tekstil sohasidagi juda katta kompaniyalar mana shu yerda bevosita sotib olishni ma'qul ko'rishadi. Mana shunday jozibador bozorlarning saqlab qolinishi, ya'ni bozorning futurologiyasi institutsional qismi jozibadorlik nuqtai nazaridan insoniyatda qiziqishlar uyg'otishi belgilab beriladi. Keyingi masala esa valyuta moliya tizimi. Ya'ni 100 yil oldin JP Morgan tomonidan dunyoga taqdim etilgan valyuta moliya tizimi, Amerika moliya tizimi o'zgaradimi, yo'qmi degan savollar. Ya'ni o'sha dollarning qadrsizlanishi, dunyo valyutalari orasida 76-yil yaratilgan SDR savatchasidagi valyutalardagi qanday kombinatsiyalar o'zgarishi mumkin? Xalqaro savdoda valyuta tizimi o'sha asnoda qoladimi? Amerikani yaratib bergan liberal tizim qanday masalalarni o'rtaga tashlaydi? Mana bu dunyo futurologlar nazaridagi asosiy vosita. Ya'ni dunyo pul birligi, dollar va kriptovalyutalar orasidagi munosabatlar ham 2050-yilga borib o'zgarishi nazarda tutiladi. Futurologlarning fikri bo'yicha yillar bo'ylab dollarning ulushi pasayib boradi, valyutalar kombinatsiyasi paydo bo'ladi va hamma uchun, endi barcha mamlakatlar emas, balki barcha kompaniyalar uchun, barcha savdo uchun qulay valyuta, ya'ni hozirgi kripto tizimdagi valyutalar o'z o'rnini yuqorilab borishi nazarda tutiladi. Ya'ni kriptovalyutani birorta davlat tan olmaydi. Kriptovalyutaning jozibadorligi unchalik davlatlarning institutsional tizimi uchun yuqori emasligi iste'molchi nuqtai nazardan jozibadorligini oshirib yuboradi. Ya'ni kriptovalyutalar markazlashmagan, uni orqasida hech qanday tashkilot yo'q, lekin eng qizig'i jozibadorlik oshib borayotganligi. Iste'molchi uchun uning moliyaviy ma'lumotlarini konfidensialligi nuqtai nazaridan kriptovalyutalarning qulayligi uni jozibadorligini oshirib boradi va 2050-yillarga kelib ba'zi bir mamlakatlar buni tan olishga majburligi va hatto kriptovalyutalarni mamlakatlar tan olmagani bilan kompaniyalarning konsorsiumlari orqali juda katta bozorlarda, juda katta moliyaviy markazlarda sotilish ehtimollari nazarda tutiladi va dollar o'rniga keladigan dunyo valyutasi, barcha kompaniyalar foydalanadigan valyutalar, balki biror bir mamlakatning konsorsiumi asosida keladigan valyuta emas, balki kriptovalyuta kelishi mumkinligi istisno qilinmaydi. Umuman moliya tizimidagi qanday o'zgarishlar, moliyaviy pufaklar bo'lishi mumkin. Umuman bir yillik dunyo iqtisodiyoti 120 trillion dollarga qarab ketyapti va biz kelajakda kvardillion summani ishlatishimiz ehtimoli ham 2050-yilga kelib bu tarzda davom etadi. Mana shu joyda AQShning moliyaviy tizimi qanday o'zini oqlaydi? 29-yildan keyin, inqirozdan keyin o'zini tiklay olgan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi moliyaviy pufaklar 2007-yillarda takrorlandi. 2004-yillarda inflyatsiyani an'anaviy tartibga solgan Alan Greenspan, Amerika Federal Rezervi prezidenti, o'sha paytlarda dahoga aylandi, lekin 2007-yilgi inqirozdan keyin uni hech kim daho hisoblamay qo'ydi. Yoki 21-asr bo'sag'asida Britaniya moliyasini, funtni tartibga solgan Soros, ya'ni buyuk korchalon nomini olgan Soros, britaniyaliklar uchun dahoga aylansa-da, juda ko'p mamlakatlarning moliyaviy qiyinchiliklarga, hatto Janubiy Sharqiy Osiyodagi inqirozning aybdorlaridan biriga aylanishi Amerika moliya bozorida juda katta turg'unliklar borligini, Yevropa moliya bozori orqali katta rivojlanish xususiyatlari jarayonlarida masalalar borligini ko'rsatib beradi va bu futurologiyasi konsorsiumlarni, yagona kriptovalyutalarni mamlakatlardagi juda katta o'zgarishlarga olib kelishi va 2050-yilga kelib valyutalarning ko'rinishidagi o'zgarishlar va moliyaviy liberallikning gibridlashishiga, ya'ni moliyaviy liberalizm va moliyaviy nazorat o'rtasidagi farqlar yana ham bir-biriga yaqinlashishiga olib kelishiga to'g'ri kelishi iqtisodiy voqealar rivojini ko'rsatib beradi va 2050-yilga kelib iqtisodiy o'zgarishlarning mazmuni quyidagi texnologik o'zgarishlar bilan baholanadi. Ya'ni SpaceX, Tesla, Apple kompaniyalarining kashfiyotlari bilan, Starlinkning dunyo bo'ylab yoyilishi, Meta davrining boshlanishi, ya'ni Facebook rejalarining amalga oshishi, ijtimoiy tarmoqlarning hozirgidan 10 barobar darajada o'rtacha ma'lumotlarga ko'ra 2030-yildan keyin dunyo aholisining 50% ga yaqini ijtimoiy tarmoqlardagi faol yuzerga aylanishi va boshqa xususiyatlar dunyo aholisining bir-birini bilib turishi ham bozor muvozanati, ham moliyaviy shartlarni o'zgartiradi. Va keyingi xususiyat bu Afrika yo'lbarslari. Ya'ni biz Afrika yo'lbarslari deganda 25 yildan keyin kimlarni aytamiz? Umuman rivojlangan mamlakatlardagi ortiqcha likvidlik ularni kapitalini boshqa mamlakatlarga olib chiqish ehtiyojini uyg'otgan edi va shu orqali biz Janubiy Sharqiy
Osiyo mamlakatlarini tanidik. Ya'ni Janubiy Koreya, Tayvan, Tailand, Xitoy, Hindiston, Malayziya, Indoneziya kabi mamlakatlar rivojlanib keldiki, bu Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari juda katta qudratga ega bo'lishdi. Eng asosiysi ularning investitsiyalari, ya'ni kapitalning harakati, rivojlangan mamlakatlarning kapitalini mana shu mamlakatlarga o'tkazish bilan baholanishni boshladi. Afrika mamlakatlarida ham shunday bo'ladimi? Axir Afrikaning 12 ta mamlakatidagi Xitoyning tashqi qarzlari va juda ko'p mamlakatlarning Afrikaning tabiiy boyliklariga ko'z tikishi va investitsiyalarni boshlanishi u yerdagi monopolistik siyosatni davom ettiradimi yoki Afrika mamlakatlari Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari kabi kapitalda rivojlanishni boshlashadimi? Bu ham futurologlarning asosiy ikkita yondashuvini keltirib chiqaradi. Birinchi yondashuvi bularning tashqi qarzga botishi va asosan inson kapitalining quyi qismidan shunchaki foydalanish orqali Afrika boyliklarini o'zgartirish bo'lsa, ikkinchisi Afrikada temir yo'l qurish, savdoni rivojlantirish va Janubiy Sharqiy Osiyo kabi Afrika mamlakatlarining ham iqtisodiyotidagi o'zgarishlarni amalga oshirish hisoblanadi. Umuman mana shu sohada iqtisodiy siyosat ham o'zgarishi nazarda tutiladi. Ya'ni bilamizki, liberalizm va demokratiya bir-birini qo'llab-quvvatlovchi ikki juftga aylangan edi. Barcha rivojlangan mamlakatlar ham demokratiyadan ham iqtisodiy liberalizmdan foydalanib kelishardi. Lekin bu faqatgina rivojlanishning asosi bo'lib qolmadi. Xitoy degan davlat total nazoratni qo'lga olib, o'z aholisi ustidan juda katta nazoratga ega bo'la turib, kapitalizmni targ'ib qildi va gibrid yo'nalish orqali dunyoga o'z eksportyorligini ko'rsatishni boshladi va iqtisodiy o'sishni tarixiy ko'rilmagan darajaga olib chiqdi va dunyoda uni iqtisodiy mo'jiza ham deb atashadi. Va futurologlarning fikri bo'yicha Xitoy iqtisodiyoti qanday bo'ladi? Ba'zilar Xitoy endi muammolarga duch kelganligi va sotsiologik muammolar iqtisodiyotini barbod qilishini aytsa, ba'zilar Xitoy bu iqtisodiyotni barqarorlashtirishga qurbi yetishini va ma'lum bir cheklovlar bo'lsa-da, Xitoy iqtisodiyoti o'zini quvvatiga egaligini, kelajagini ko'rishadi. Nazarimda uchinchi omil ham bor. Ya'ni Xitoy iqtisodiyoti o'sishda davom etadi. Xitoy iqtisodiyoti o'sishda davom etishi Xitoy aholisini yanada boyitadi. Bu aholi boyigan sari iqtisodiy erkinlikni talab qiladi. Qachonki aholining iqtisodiy ahvoli yaxshilansa, u ma'lum bir darajada ko'tarilib borsa, o'sha aholi komfort xohlaydi va davlatdan erkinlik talab qilishni boshlaydi. Mana shu yerda Xitoyning total nazoratiga putur yetadi va sotsiologik muammolar boshlanadi. Ya'ni futurologiyaning fikri bo'yicha Xitoyda o'sish bor va o'sishdan keyingi muammolar bor. Lekin bu bugunning masalasi emas. Ya'ni Xitoy ham bir kun ma'lum bir o'sishdan keyin muammolarga duch kelishi va 2050-60-yillarda ba'zi bir o'zgarishlar duch kelishi e'tiborga sazovor bo'lgan iqtisodiy voqealar rivojini keltirib chiqaradi. Va Markaziy Osiyo mamlakatlarida ham xulosa qilib aytganda, iqtisodiy o'zgarishlar, ochiqlik siyosatining olib borilishi va eng muhimi Markaziy Osiyo mamlakatlarida tug'ilishning ko'pligi, mamlakatlarning qulayligi, temperamentning shakllanishi, yangi bozor elementlari mavjudligi. Juda ko'p mamlakatlar o'zining rivojlanish cho'qqisiga chiqib, bozor elementlarini boshdan kechirib bo'lganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Juda ko'p mamlakatlarda, ayniqsa g'arbiy mamlakatlarda qarish borligini va deyarli tug'ilish minusga ketganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Markaziy Osiyo mamlakatlarida mana shu muammolarning yo'qligi, demografiyaning kuchliligi va keyingi kiritiladigan investitsiyalarga jozibadorlik ehtiyojini yaratadi va bularning iqtisodiy masshtab kengayishi orqali taraqqiyot iqtisodiyoti imkoniyatlari, rivojlanish imkoniyatlari 2050-yilga borib juda yuqori hisoblanadi. Lekin bir muammo borki, bu mamlakatlar ham ekologik muammolar va biznes to'qnashuvlari orasidagi farqlarda asosiy muammolarni yechishiga to'g'ri keladi. Chunki bilamizki, Markaziy Osiyo 4 ta faslga ega bo'lgan mamlakat borgan sari 2 ta faslga ega bo'lgan quruqlikka aylanib borayotganligi hech kimga sir emas va bu biznes manfaatlari bilan bog'liq va hech qachon ham biznes manfaatlarini, ham ekologiyani ideal darajada rivojlantirib bo'lmasligi. Bu manfaatlar bir-biriga doim to'qnashib turishi Markaziy Osiyo mamlakatlarining oldida turgan asosiy masalalardan hisoblanadi. Chunki bu mamlakatlarga kiritiladigan investitsiyalar va iqtisodiyotning kengayishi aholining boyishiga, iqtisodiy taraqqiyotga erishishi mumkin. Lekin oldida turgan ekologik masalalar ham shunchaki masalalar hisoblanmaydi va o'ylaymizki, texnologik optimizm orqali bu mamlakatlar vaziyatdan chiqishga harakat qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.